17-18 yoshga qanaqa makiyaj qilsa bo'ladi? Давайте bugun men sizlarga ko'rsataman. Birinchi bob, конечно же, yuzimizni увлажнить qilib olamiz. Men toner bilan SPF suraman. Bugun men Silimax toner bilan Modeli SPF ni surdim. Agar ertalab ko'chaga chiqadigan makiyaj qilayotgan bo'lsanglar, обязательно SPF suringlar. 17-18 yoshda уже tonalni ishlatib tursa bo'ladi. Faqat slishkam plotni ishlatmanglar, chunki yuzinglar nafas olishi kerak. Bitta narsa aytaman, qizlar makiyajni birov uchun qilmaydi, o'zi uchun. O'shanga menga kommentariy kim uchun chiroyli bo'lyapsan deb yozmanglar. Bu makiyajda men qoshim bilan ko'zimni обязательно bo'yayman. И contouring o'taman. Bugun men skulptor ishlatdim, Shiglen paletkadan. Aytgancha bu bilan Instagramga обязательно подписка bo'lib qolinglar, chunki videolarni men har kuni qo'yaman. Yuz korreksiyani qanaqa qilishni videoda ko'rsanglar bo'ladi. Bu paletka bilan yuzinglarni и makiyajinglarni buzib qo'ymaysizlar. Rumyana sifatida men mana shunaqa rang ishlatdim, chunki bu makiyajga свежий effekt beradi. Ko'zga o'tadigan bo'lsa, birinchi светлый оттенокda, keyin темный bilan ko'zimizni bo'yaymiz. Bu makiyajda strelka chizish обязательно emas, но men yaxshi ko'raman, поэтому chizaman. Ну и конечно же, kipriklarimizni bo'yab, men kabaret tushini ishlataman. Pudra surmasdan faqat kerakli joylarga ozgina surib, labimizni bo'yab, shu bilan makiyajimizni tugatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, menga поддержка yozadigan odamlarga katta rahmat. Keyingi videoda sizlar bilan ko'rishamiz.